Bir ukamiz aytyaptilar, mani deylar 9,000 dollar qarzim bor edi deylar. Qarzni berish uchun rosa harakat qilsam-da, aytilgan muddatda pulni uzolmadim deylar. Bir do'stim qarzdan qutulish duosini o'rgatdi deylar. Ixlos bilan 17 kun o'qidim. Aytilgan muddatdan 4 kun oldin, ya'ni keyingi va'dadan o'sha 4 kun oldin barcha qarzimdan qutuldim. Alhamdulillah deyaptilar. Bugungi zikr darsimizda sizlar bilan qarzdan qutulish duosini o'rganamiz. Allohumma kfini, Allohumma kfini, Allohumma kfini bihalalika, bihalalika, bihalalika an haramika, haramika, haramika wa aghnini, wa aghnini, wa aghnini bifadlika, bifadlika, bifadlika amman sivak, sivak, sivak. Demek Allahumma kfini bihalalika an haramik va aghnini bifadlika amman sivak. Yani Allah'ım meni haloling ila haromdan behojat qil va o'z fazling ila o'zgadan behojat qil. İmam Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Ali radhiyallohu anhuning oldilariga bir qarzdor qul kelib, qarzimni ado qila olmayapman dedi. Shunda Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Ala uallimuka kalimatin allamanihinna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Law kana alayka mithlu jabali sirin daynan addahu Allahu anka." Qala: "Qul Allahumma kfini bihalalika an haramik va aghnini bifadlika amman sivak." Senga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga o'rgatgan kalimalarni o'rgatib qo'yaymi dedilar. Agar zimmangda sabir tog'icha qarz bo'lsa ham Alloh uni sendan uzadi dedilar. Qaysi duo ekan? Hozirgi o'rgangan duoyimiz. Faqatgina eslatma azizlar, bu duo qarzini berish uchun faqatgina bu duoni o'qisam qarzim uzilarkan deb salqin joyga kirib olib yotaversa, ertalab domla aytuvdilar 10 marta o'qib qo'ydim, kechqurun o'qib qo'ydim. Qani ana 9,000 dollar 17 kunda uzilibdi, meniki 18 kunda uzilarimgin desa bo'lmaydi. U harakat qilish kerak, kasbkor qilish kerak, uni sababiyalarini qilish kerak, jiddiy jahd qilish kerak. Alloh haq subhanahu va taolodan ixlosan duo qilib so'ralsa, bermaslik niyati bilan emas, berishlik niyati bilan harakat qilinsa, albatta Alloh haq subhanahu va taolo yordam beradi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman